Sohibqiron bobomiz o'z davrining eng qudratli davlatini barpo etdi. O'z tarkibiga bepoyon hududlarni qamrab olgan. Ushbu o'lkan saltanat o'sha davrdagi islom dunyosining asosiy mintaqalarida iqtisodiy va madaniy taraqqiyotini yuksak cho'qqilarga olib chiqdi. Amir Temur nomi mustaqillik yillarida xalqimizga uning asl tarixiy o'rniga qaytarilgani bugun hech kimga sir emas. Yildan yilga sohibqiron siymosi milliy o'zlik, davlatchilik va g'urur timsoli sifatida yanada yuksalib, davlat siyosatida muhim o'rin egallab bormoqda. Quyida bu yo'nalishda amalga oshirilgan ayrim islohotlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, Amir Temur bilan bevosita bog'liq tarixiy obida va majmualar keng ko'lamda rekonstruksiya qilinib, zamonaviy turistik maskanlarga aylantirilmoqda. Xususan, Go'ri Amir maqbarasi atrofida keng obodonlashtirish ishlari olib borilib, infratuzilma yangilandi. Sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratildi. Ikkinchidan, Amir Temur va Temuriylar davriga oid muzeylar ilmiy va ekspozitsion jihatdan boyitildi. Masalan, hozirda Islom sivilizatsiyasi markazi tarkibida tashkil etilgan muzeyda ikkinchi Renessans bo'limi ochilib, Temuriylar davriga oid noyob manbalar keng namoyish etilmoqda. Uchinchidan, ta'lim tizimida yosh avlodga Amir Temur va Temuriylar davri tarixini chuqur o'rgatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Temurbeklar maktabi ta'lim muassasalarining ochilgani bu yo'nalishdagi islohotlarni mustahkamlovchi muhim qadam bo'ldi. To'rtinchidan, Amir Temur siymosini badiiy jihatdan yoritishga ham katta e'tibor berilmoqda. Masalan, so'nggi yillarda O'zbek Milliy akademik drama teatri sahnasida Adolat fasli spektakli namoyish etildi. O'zbekiston kinematografiya agentligi tomonidan sohibqiron hayotiga bag'ishlangan Ulug' Amir va Donna Mariya filmi suratga olindi. Beshinchidan, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida Amir Temur merosi, uning davlat boshqaruvi va adolat tamoyillariga alohida to'xtalib o'tadi. Yaqinda keng nishonlangan Navro'z bayrami tadbirlarida ham sohibqiron siymosi aks etgan sahnaviy chiqishlar xalqimizga g'urur bag'ishladi. Bu islohotlar o'z navbatida kelajak avlodni buyuk ajdodlar ruhi bilan tarbiyalash, ularda vatanparvarlik va jasorat tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qilmoqda.